Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz bilan Milliy tiklanish demokratik partiyasining haftalik dayjesti. Keling, yakunlanayotgan hafta davomida partiya va fraksiyamiz hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealar, tashabbus va faoliyat natijalariga birgalikda nazar tashlaymiz. Hafta boshida partiya fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Partiyamizning dasturiy vazifalaridan biri sifatida bir necha yillardan buyon ko'tarilib kelinayotgan O'zbekistondagi islomiy moliyaning huquqiy asosini belgilovchi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ham qizg'in muhokama qilindi. Deputatlarimiz soliq kodeksiga ushbu tizim orqali olinadigan daromad foiz deb e'tirof etilayotgani bilan bog'liq normaga e'tiroz bildirdilar. Fraksiyamiz a'zolari islom moliyasi asosi foizsiz daromad olishga asoslangandan kelib chiqib, mazkur norma tizim tartiblariga to'g'ri kelmasligini ta'kidladilar. Tashabbuskorlar e'tirozni to'g'ri qabul qilib, ushbu bandga tahririy o'zgartirish kiritdi. Sud ekspertlik faoliyati bilan bog'liq qonun loyihasi deputatlarimiz tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Endi ushbu qonun loyihasi bilan nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari faoliyatiga ruxsat berilishi kutilyapti. Ya'ni nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari jinoiy ishlardan boshqa barcha ishlarni ekspertiza qilishlari mumkin. Chunki ish ko'lami ko'pligidan davlat sud ekspertizasida yig'ilib qolgan ishlar shunchalik ko'paydiki, bu aholi noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi hamda o'zbek tili bayrami munosabati bilan partiyaning hududiy kengashlari va deputatlar tashabbusi bilan ta'lim maskanlari, korxona va tashkilotlar, sayilgoh va jamoat joylarida ham bayram tadbirlari, davra suhbatlari, madaniy kecha va turli yo'nalishlarda aksiyalar tashkil qilindi. Jumladan til posbonlari jamoatchilik guruhi tomonidan respublika bo'ylab reklama, tashqi yozuv va ommaviy muomalada adabiy til me'yorlariga amal qilinishi holati o'rganildi. Natijada 400 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarida qonun buzilish holatlarining oldi olindi. Tilni yanada targ'ib qilish maqsadida o'tkazilgan ommaviy diktant loyihasida esa bugungi kunga qadar 20 mingdan ziyod ishtirokchi qatnashdi. Shu bilan birga o'zbekchasi bor-ku, bexato yoz, o'zbekcha kuylaymiz loyihalari tashkil etilib, aholiga 15 mingdan ortiq bayroq va tabriknomalar tarqatildi. Samarqandda o'qib bo'lingan kitoblarni yig'ish, saralash va sotib olish orqali mahallalarda kutubxona tashkil etish hamda aholini kitob o'qishga chorlashdek ezgu maqsadlar nazarda tutilgan partiyaning eski kitobni ber, biz kitobsevar xalqmiz aksiyalari tashkil qilindi. Partiyaning viloyat kengashi faollari va deputatlarimiz aksiya doirasida tumandagi 2-son kasb-hunar politexnikumi kutubxona fondini boyitish maqsadida 50 dan ortiq badiiy kitoblar taqdim qildi. Yana bir xabar, Xorazm viloyati kengashidagi deputatimiz Gulsara Qurbonboyeva tashabbusi bilan ichki turizmni rivojlantirish maqsadida bir guruh faxriylarning Shovot tumanida joylashgan Yusuf Hamadoniy majmuasiga ziyorat uyushtirildi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.